Mana bugun Dehqonobod aholisining juda xursandchiligi cheksiz. Dehqonobod tumani bo'yicha juda katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Prezidentimizning 141-qaroriga asosan katta qurilishlar, katta o'zgarishlar bo'lyapti. Birgina O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'iniga ajratilgan pul 32 milliard so'mmani ajratib, 7 xil loyihada ish bormoqda. Mana shulardan bittasi mana bolalar bog'chasi, 90 o'rinli bolalar bog'chasi, piyodalar yo'lakchasi, 21 kilometr kabelni sistemada stolbalar o'rnatib qishlog'imizga bir chiroyli ko'rk beryapti. Maktabimiz yonidan sport zal, 50 o'rinli choyxona, qishlog'imiz markazidan suv o'tadigan joydan piyodalar va avtomashinalar o'tkazadigan ko'prik, ichki yo'llarda 18 kilometr ichki yo'llarni asfalt qilish ko'zga tutilmoqda. Ana buning uchun biz prezidentimizdan cheksiz minnatdormiz. Nasib bo'lsa, mana bu O'zbekistonimizning 35 yilligiga, mustaqilligining 35 yilligiga sovg'a bo'ladi.